Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hop, yaxshi bir rivoyat eshitganman-da. Shuni ulashgim kelib qoldi, bir aytgim kelib qoldi shu narsani. Hop, bir zamonda bir adolatli podshoh bo'lgan ekan. Lekin podshoh adolatli bo'lsa ham, lekin o'zining fuqarolari va qo'shinlari ichida ayrimlar uni yaxshi, ayrimlar uni yomon, ayrimlar bilmasak qanday, balkim yaxshi odamdir deb ikkilanib yurar ekanda. Bir kun bir vaziri kelibdi-da, aytdiki, shohim, qo'shinimiz sizdan salgina noroziroq. Norozi kayfiyatlari bor degan ma'noda. U adolatli podshohlardan norozi bo'lgan fuqarolar bo'ladi. Payg'ambardan norozi bo'lgan xalqlar bo'lgan. Xudo asrasin shunaqa bo'lishdan. Endi mana shu vaziyatda aytdiki, bir qo'shinga bir yaxshilik qilmaysizmi deganda, bir so'raganda aytdiki, biz bir vodiydan o'tamiz. Qo'shinga ayt. Ana shu vodiyga borish vaqtida aytki, qo'shindagi hamma askarlar o'zining hamyoni yoki o'zining bir xurjun xaltasi bir narsalari bo'lsa, shuni hammasini bo'shatsin-da-yu. Bo'shatgandan keyin o'sha bir vodiydan o'tamiz, o'sha vodiydan qo'yliga kechqurun o'tamiz, o'sha qo'yliga nima yesa hammasini qo'yliga nima yilsa, qanaqadir tosh iladi nima yilsa shu xaltasiga solsin-da-yu. O'sha vodiydan o'tgan vaqtda hamma xaltalarni to'ldirib olsin debdi. Keyin buni jarchi qo'shinga tarqatganda shunaqa bir nima xaltangiz bormi, bir narsangiz bo'lsa, hammasini bo'shating, bir vodiydan o'tish oldiga borgan vaqtimiz, shuni bo'shating-da. Vodiyda qo'lingizga kechqurun nima tushsa hammasini xaltangizga soling deb jarchi aylanib chiqibdi-da. Keyin buni eshitganlar bir kishilar, shoh ham ahmoqmi, biz kerak emas narsani olib yurmaymiz-ku. Bo'lsa xaltamizda bir suv bordir, biron narsa bordir, kerakli narsa bordir deb ayrimlar shunaqa fikrlabdi. Bir ikkitalar ayrimlar bir kamroq qismini bo'shtaman, baribir o'zimga kerak narsani qoldiraman. Ko'proq narsa olmayman, yana kamroq narsa olaman deganday qilgan ekan. Ayrim birlar hamma narsani o'sha bo'ldi, shoh aytgan bo'lsa, demak shu ishni qilish kerak debdi-da-yu. Vodiyga yaqin kelganda hamma narsalarni bo'shatib, olish mumkin bo'lgan narsalarni hammasini bo'shatibdi-da-yu. Vodiydan o'tish payti qo'liga nima ilsa, barini xaltasiga solibdi. Va ertalab tong otgandan keyin shunday qarasalar, bu oltin vodiysidan o'tgan ekan. Ular oltin vodiysidan o'tganda u qo'llari tekkan narsa bari oltin ekan. Shunda shohga ishonmaganlar hammasi pushaymon yebdi. Aytdiki, biz shohimiz yaxshi edi, odil edi. Shu narsani bizga aytgan edi. Oltin deganda qilardik-ku desa, yo'q, buni aytish shart emas. Nima ekanligi. Buni shoh aytdimi? Demak, shu narsani qilish kerak. Ya'ni shu paytgacha sizga adolat ko'rsatib, sizga manfaatingiz yo'lida shuncha narsani qilib beryapti-yu, nima ekanligini aytish kerak. Nima ekanligini aytsa qilasizmi? U narsa bo'lmaydi. Sizga hozirgi nima uchun bu narsani aytdim? Hozirgi vaziyat abituriyentlar uchun oltin degan narsamiz bu vaqt. Oltin o'rtalikda turibdi hozir bular. Juda zo'r vaqtda turibdi. Bu narsani yaxshi ustoz toping-da-yu. Shu bilan gaplashib, yozuv bilan tayyorlanib, xudo xolasa sizga oktyabr yoki sentyabr oylarida milliy sertifikat qo'yilsa, ana bu narsadan yaxshi foydalaning. Keyingi masala, chunki nima uchun hozir yozuv bilan o'qish kerak deyamiz? Agar o'qish boshlansa, sizda maktabingiz bor, kollejingiz bor, litseyingiz bor, mana bu narsalar abidgacha sizni baribir xohlaysizmi yo'qmi majburiy ta'lim borib o'qishga majbur bo'lasiz va undan keyin kurslar yana ko'payib ketadi. O'quvchilar asosiy blokdan bittasidan qutulmaguncha 1-2 bo'lish qiyin. Shuning uchun yo'nalishingizda matematika zo'r bo'ladigan bo'lsa, 100% sertifikat kerak bo'lsa, hozir bosing, hozir ayni vaqti. Bu maslahatni oling. Bizga obuna bo'ling.